Hammaga salom do'stlar. Yana bitta muhim mavzu haqida gapirib o'tmasam, omon eslashib ketib bo'lishingiz mumkin. Qaranglar. Endi ko'rib turganingizdek, 3 million bo'lishi o'zi kam qoldi. Ya'ni bir 61 mingtami qoldi. Xo'p, ana endi mana eshitinglar. Men sizlarga 3 million obunachiga Famstreet yana muxlislar bilan jonli ko'rishishni va'da qilgandim va bu narsa rostdan ham bo'ladi. Faqatgina mana bunaqa bo'lyapti, qaranglar. Biz Darknet hozir 4 go'shtaga ko'ramiz. Taxminan video chiqish sanalari hozir taxminan bizga ma'lum. Bu shov-shuv, ya'ni Darknet 4-qism shov-shuvi fonida 3 million bo'lganimizga, tipa 3 million bo'lganimiz ko'rmay qolishi mumkin. Shuning uchun ham 3 million bo'lganimizni alohida boshqa kunga nishonlaymiz. Ya'ni biz taxminan mana shu oyning oxirrog'iga 3 million bo'lamiz, lekin keyingi oy sizlar bilan shu 3 millionni obunachilar bilan nishonlash uchun Famstreet qilamiz. Kirish bepul bo'ladi. Sizlar taniydigan o'nlab mashhur blogerlar bilan birga sahnada sizlar ko'z oldida challenge olamiz va sizlar ham o'shaningizda qatnashasizlar. Xullas, kelasizlar men albatta yozib qoldiringlar. Nolishmoqchi hamma kelsa kerak, chunki tekin. Va 3 million bo'lgandan keyin alohida nishonlayman. Va xuddi shu paytda sizlarga men o'ylagan logikani sal tushuntirib qo'ydim. Чтобы keyinchalik sizlarda ham savol paydo bo'lib, tipa bir-birimizni tushunmay qolgandan ko'ra. Mana bunaqa bo'ladi, qaranglar. 3 million bo'lamiz. Men uni balkim dachada, balkim xullas xatada o'zim nishonlayman. Prям 3 million bo'lgan o'zini deb, "Voy, 3 million bo'ldi" Shunaqa bo'ladi. Undan keyin esa alohida obunachilar bilan yana uni nishonlaymiz. Masalan, 2 marta nishonlaymiz. Ya'ni bittasi o'zim, chunki sizlarni hammalarni yig'ish bu oddiy narsa emas. Chunki men sizlarni prosta ko'chaga chaqirib, "Doston, men bitta lokatsiyamashga kelinglar" deb turib, ko'chaga yig'ib ertaga ham militsiyalar bilan muomala bo'lishni xohlamayman. Ya'ni noqonuniy ish qilishni. Men ko'ra qonuniy cho'tki qilish uchun men normal pul ishlataman. Ya'ni joy arendaga olamiz, Milliy gvardiya xizmatlari, Milliy gvardiya bizga xizmat ko'rsatadi o'sha kunlar. Ya'ni sizlarni xavfsizlikni ta'minlash kerak. Shuning uchun ham sal kerak nishonlaymiz. Shuning uchun eng muhim qilib o'tiraylik bo'ldi. Iyun bo'lsa, iyul oyida xudo bu bo'ladi. O'zbek YouTube'dagi birinchi qot Famstreet'ni qilmoqchiman, ofitsialnistni. Tipa ko'cha-ko'yda emas, ofitsialniy joyda. Sizlar yana ovozim, qarshi yarimda kesilib ketib qoldi. 1 minutlik. Sizlar esa albatta bu tarixga qo'shilib qolinglar. Xudo xolisa bu birinchisi bo'ladi. Agarda birinchisi muvaffaqiyatli o'tsa, buncha albatta sizlar aktivность berasizlar. O'ylaymanki, kelib turib, realni kuzatib, bosib borib tashlasizlar. Birinchisiga polni aktiv bersanglar, qolganlari ham bo'ladi 100%. Ya'ni bilsanglar o'zbek YouTube'da Famstreetchilar vaqti kamayib ketgandi. Biz esa sekin hozir bu narsani boshlab, ko'paytirib va qonuniy qilishga harakat qilamiz. Чтобы sizlarning xavfsizliklarini ta'minlash uchun. Shunaqa gaplar do'stlar, davay.